بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله bugungi suhbatimizda ayniqsa bugungi kunda kelib hozirgi davrlarga kelib odamlar o'rtasida ko'payib ketayotgan ortib borayotgan gunohlar hamda o'sha gunohlarda oqibatlari hamda gunohlarda insonga ta'sir qilishligi hayotiga shu narsalar to'g'risida inshaalloh suhbatlashib o'tamiz. Gunohlar masalasi to'g'risida gapirishib o'tayotganimizdek hozirgi paytda ya'ni insonga gunoh eshiklari juda katta lang suratda ochib qo'yilgan. Bu narsalardan inson tiyilishligi uchun anchagina inson o'z nafsi bilan kurashishga to'g'ri keladi. Lekin bu kurashlik hammaga ham nasib etavermaydi. Ko'pchilik esa o'sha o'zini holatiga ko'nikkan holatda sekin-sekin gunohlarga botib, hatto gunohda yurganligini ham hatto his qilmaydigan darajaga borib qolyapti. Atrofimizda mana ko'plab musulmon bo'lgan odamlarni ko'ramiz. Bular hech qanaqangi bir namoz o'qiydi, hatto namoz o'qimayotganligiga achinish degan narsani ham odamlarda ko'rilmaydi. Yoki bo'lmasa aytaylik, gunoh ishlarni qilayotganligi yoki bo'lmasa Alloh taolo buyurgan narsalarni tark qilayotganligi, mana shu tark qilayotganligini ham bular sezmasdan qalbi o'lib qolganligi, shu narsalar demak odamni avvali boshida sekin-sekin bu qilayotgan ishdan hijolat bo'lib boshlagan bo'lishi mumkin. Sekin-sekin bu narsaga odat bo'lib o'rganib qolganda, xuddi go'yoki hech narsa bo'lmagandek, hatto ba'zilari o'sha gunoh ishlarda turganligidan faxrlanib, o'zlarini demak hech qanaqangi bir gunoh ish qilmayotgandek his qiladigan bo'lib qoldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda gunohlarning oqibatidan qattiq ogohlantirgan. Insonlarni shu gunohlari do'zaxga eltib kirib qo'yishligidan Alloh taolo ogohlantirgan. Do'zaxga kiradigan odam ham yemagan. Do'zaxga kiradigan odam ham qiladigan amallari bilan kiradi. Jannatga kiradigan odam ham qiladigan amallari bilan kiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarni birida aytib o'tadilar, har bir inson o'zini kullu nasi yag'du, odamlar hammasi harakat qiladi, o'zini nafsini sotuvga qo'yadi. Kimdir o'sha sotuvga qo'ygan nafsini ozod qilib oladi, kimdir esa o'zini nafsini halokatga giriftor qilib qo'yadi deganlar. Ya'ni hamma odam harakat qiladi. Jannatga tekkan odam bo'lsin, do'zaxga tekkan odam bo'lsin, hammasi harakat qiladi. Hammasi o'zining nafsi bilan olishadi endi. Nafsi bilan olishadigani yaxshilik tomonda bo'ladigan bo'lsa, nafsini najot toptiradi, yomonlik tomonda bo'ladigan bo'lsa, bu odam o'z nafsini halok qiladi. Yana bundan tashqari, insonlarga keladigan baloyi ofatlar, gunohlar sababli kelishligi to'g'risida Qur'onda ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham ogohlantirgan. Hozirgi paytda yer yuzida katta-katta bir baloyi ofatlar bo'layotganligi, hattoki mana yaqindan beri bir necha marta bo'lgan, mana Jidda, Makkani yanidagi bo'lgan, hech qancha uzoq emas, 50-60 kilometr keladi xolos Makkadan. Jiddani bir yilda o'zida necha marta ham suv oldi. Juda qattiq, men bir nimasini videosini tashigandim. Xuddi shunaqa suratda bir necha marta takrorlandi. Kechagi kuni, shu haftada kechagi kuni yana xuddi o'shanday suratda katta ofat bilan mashina ham yo'llarni oqizib ketgan ko'chalarda. Bu bir necha marta shunaqa sodir bo'ldi. Bular hammasi o'sha kanalizatsiya yo'llarini yaxshi qilinmagan boshqa narsalarga yo'yishyapti, lekin o'zi aslida bu narsa odamlarga balo bo'lib kelyapti. Buni kechagi kuni ham shu birodarlar ba'zilar bilan gaplashganda aytdi, haqiqatan bu yerda ancha huzur bo'lgan narsalar ko'payib borayotganida, xosatan arablarda o'zidan bo'lmasa ham kelgan ajnabiylar ham ko'p, ya'ni oshkor suratda shunaqa ishlar qilinib ketganida, odamlar hijobdan chiqib, bosh qo'lib, o'shan kelayotgan balolar bo'lsa kerak edi. Odamlarda mashinalar bilan oqizib ketgan, o'zlarini ham uylarini hattoki bir ko'rdim, eskirab ekan, bir 3-4 qavatli uy og'anab ham tushgan o'sha nimada. Shu darajada uni videoga ham qo'yib qo'yishibdi. Boshqa joylarda ham, balolarda kelishligi asosan insonlarda qilayotgan gunohlari sababli bo'ladi. Bo'lib ham
gunohligini bilib turib qilayotgan bo'lsa, undan tiyilmayotgan bo'lsa, shularga qattiqroq bo'lib birinchi navbatda shularga keladi balo. Undan tashqari bu gunohlarni ommaviy butun hammaga keladigan balosi bo'lgani kabi, xosatan o'sha gunoh bilan shug'ullanayotgan odamlarga nisbatan ham bu gunohlar o'z asoratini qoldiradi. Sababi inson bu dunyoga gunoh qilishlik uchun kelmagan, balki Alloh taologa ibodat qilishlik uchun, toatni o'tkazishlik uchun kelgan. Gunoh bo'lgan narsa insonga oriziy bo'ladigan, ya'ni yo'lda uchrab qoladigan narsa. Lekin aytib o'tganimizdek, odamlarga ibodat bo'ladigan narsa yo'lda oriziy uchrab qolishi mumkin. Bir yilda bir marta, ikki marta peshona sajda etib qolishi mumkin, hayit namoziga yoki boring ana nari bo'lsa juma namoziga, lekin undan boshqa paytlarda odamlar butun gunohlarga botgan holatda yashashadi. Endi gunohlarni insonlarga bo'lgan ta'sirlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, avvalo bu gunohlarni o'ziga yarasha insonni tashqi ko'rinishiga ham ta'sir qiladigan alomatlari bor. Bulardan mana Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, yaxshilikni ham o'ziga yarasha nuri bor, bu insonni yuzida bu narsa ko'rinadi. Yaxshilikni nuri bor, odam yuzida ko'rish. Shuning uchun ba'zi namozxon odamni yuzidan ko'rib aytamiz, namozxon bo'lsa kerak deb turib. Yana bo'lib kechasida ibodat qiladigan odam bo'lsa, bu narsa albatta uni yuziga uradi. Yaxshi tomondan. Xo'p, shuningdek, yana bu yaxshilik bo'ladigan narsani qalbda ham nuri bor, insonning qalbi tirik bo'lishligiga sabab bo'ladi. Rizqida kengchiligi bo'ladi, badanda quvvat beradi. Odamlarning qalblarida u odamga nisbatan muhabbatni ham solib qo'yadi. Endi yomonlikda ham o'ziga yarasha alomatlari, belgilari bo'ladi. Bu odamga ta'sir qiladi. Ba'zilari odamlarni hattoki betiga ham urib ketadi. Yuziga ham urib ketadi o'sha gunohlari. Buni o'sha gunohlarga xosatan mahkam berilib ketgan odamlar bo'lsa, buni insonlarda hatto yuzida ham ko'rish mumkin. Shuning uchun fohisha bo'lganlarning yuziga qaraladigan bo'lsa yoki alkаш shunaqa doim ichib yuradigan odamlar yuziga qaralsa, hatto yuzi ko'r bo'lmaydigan darajada chog'angi bir xunuk bo'lib ketadi. Hop, qalbida qorong'ulikni paydo qiladi insonda, qalbini o'ldiradi. Badanda esa insonda yaxshi amallarga bo'lgan zaiflikni paydo qiladi. Hop, rizqdagi kamchilik bo'ladi, ya'ni rizqda baraka bo'lmaydi bularda. Hamda odamlarning qalblarida ularga nisbatan bir nafrat degan narsani paydo qiladi deydi. Hop. Endi gunohlarni aytib o'tdikki, demak, qalbni hamda badanni zaif holatga keltiradi dedik. Insonni gunoh qilgan sari ibodatdan dangasalikka olib boradi. Hop. Birinchi o'rinda insonni badanidan ko'ra insonga qalbiga bo'ladigan ta'siri kuchliroq bo'ladi. Bu insonni o'sha gunohlar qilaverishligi borib qalbini o'ldirishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo kofirlarni sifatlaganda amwatun g'ayru ahya deb sifatlagan. Bular o'liklar, tiriklar emas bular degan. Bular o'lgan kimsalar. Ya'ni o'lganligi qaysi ma'noda? Ya'ni insonning hayotini tirikligi Alloh bilan, Allohga bo'lgan iymoni bilan bo'ladi. Insonning haqiqiy bo'lgan tirikligi. Aslida unday bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam xuddi o'lik odam kabi bo'ladi endi. Qalbi o'lgan odam rosmona o'lgan odam hisoblanadi endi. Mo'min odamning quvvati asosan qalbida bo'ladi. Mo'min odamning quvvati birinchi qalbida bo'ladi. Nimaiki unda qalbda o'sha shijoat bo'lishligi insonga, Allohga bo'lgan, oxiratga bo'lgan ishonchdan kelib chiqadi bu narsa. Xo'p, qalbi kuchli, quvvatli bo'ladigan bo'lsa, sekin-sekin badani quvvatli bo'ladi insonda. Fojir odam bo'lsa, garchi badani quvvatli bo'lsa ham, bu o'sha kerakli bo'lgan o'rinda eng zaif odam holatiga tushib qoladi. Mana o'tmishda ham olib ko'radigan bo'lsak, ikkita katta imperiyalar, masalan, Fors imperiyasi, Rum imperiyasi, bularda hamma narsa yetarli bo'lgan. Odam jihatdan ham, qurol jihatdan ham hammasidan bular ustun edi. Lekin ozchilik bo'lgan o'sha yerdagi musulmonlarga ikkala imperiya ham mag'lub bo'ladi. Bittasi to'liq suratda mag'lub bo'ladi, bittasi aksar qismi mag'lub bo'ladi. Bu ozchilik bo'lgan odamlar asosan birinchi bo'lib qalbidagi bo'lgan quvvati bilan, shu bilan birgalikda badandagi bo'lgan quvvati bilan juda katta bo'lgan jamoat ustidan, garchi ularning badan tomonidan quvvati kuchli bo'lgan bo'lsa ham, ular ustidan g'alaba qiladi. Demak, insonda asosiy bo'lgan quvvat insonning qalbida bo'ladigan quvvat ekan, ya'ni Allohga bo'lgan iymon quvvati ekan. Badan quvvati esa ko'proq unga
tobe bo'ladi. Shuning uchun mana aytaylik, ikkinchi jahon urushi bo'lgan paytida ham o'sha Fransiya bo'lsin, boshqasi bo'lsin, juda qisqa muddat ichida taslim bo'lgan. Hech qanaqa urushga ham bir yaramagan. Shunchalik bo'lgan taqdirda ham. Lekin agar insonda iymon bo'ladigan bo'lsa, badan quvvati, qalb quvvati bo'ladigan bo'lsa, qalbida ishonch bo'ladigan bo'lsa, bularda turishligi mahkamroq bo'ladi. Garchi oz bo'lsa ham bular qattiqroq turishadi. Bu o'sha gunohlarda insonlarni qalbiga ta'sir qilishligi to'g'risida edi. Undan keyin gunohlar insonga yaxshi amallardan, toat ibodatlardan mahrum bo'lishligiga sabab bo'lib qoladi. Gunohda demak mana shunaqangi uqubati borki, bu agar inson gunoh qiladigan bo'lsa, sekin-sekin borib turib toat ibodatlardan dangasaligi, o'shalardan, yo agar namozni xushu bilan o'qiyotgan bo'lsa, xushusini yo'qolishligi yoki yaxshi bir amallarni qilayotgan bo'lsa, o'sha amallarini sekin-sekin susayib borishligi oxir oqibat o'sha narsalardan mahrum bo'lib qolishligigacha olib boradi. Xuddi go'yoki, masalan, bir inson bironta yoqmaydigan taomni yeydigan bo'lsa, o'sha undan keyingi dasturxonda turgan taomlarni ham iste'mol qila olmay qoladi. Yoqmaydigan taom yeydigan bo'lsa. Ya'ni u narsalar yo uni taomlantirmay qo'yadi yoki u narsani yemaydigan, tusamaydigan holatga solib qo'yadi insonni. Demak, yomon bo'lgan narsa yaxshi bo'lgan narsadan man qilib qo'yadi. Yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, insonni yana ham o'sha yaxshilikdan ziyoda qilishligiga insonni harakatlantirib qo'yadi. Hop, bundan tashqari gunohlar insonni umriga ham, rizqiga ham ta'sir qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tganlar. Ya'ni yaxshilik insonning umrini yana ham ziyoda qiladi degan. Yoki yomonlik insonning umrini qisqartiradi degan. Bu olimlar aytishadiki, ba'zilar aytadi insonni umridagi barakatni yo'qotib qo'yadi. Yaxshilik qilishligi insonni umrini barakotli qiladi. Bu inson hayotida qiladigan ishlari o'sha bir xil yashaydigan bo'lsa, boring yana 50 yil yashaydimi, 30 yil yashaydimi, qancha yashaydigan bo'lsa, juda ko'p yaxshi amallarni qilish imkoniyatiga ega bo'ladi, qilib o'tadi ham. Yoki bo'lmasa, ba'zi inson demak gunoh qiladigan bo'lsa, umri boring 50, 60 yil, 70 yil yashagan bo'lsa ham hech qanaqangi bir umrida bir na baraka, bir tuzuk quruq qilgan amali ko'rinmaydigan holatda o'tadi. Ba'zilar aytadiki, bu insonni o'sha umridagi bo'lgan ziyodaligi yoki nuqsonliligi aytib o'tganimizdek asosiy insondagi bo'lgan hayot, qalb hayoti, o'sha qalb hayotidan gunoh qilayotgan odam mahrum bo'lishligi. Insonning qalbi o'likdek bo'lib qolishligi. Lekin yaxshilik qilayotgan odam esa qalbi tirik bo'lib, bu odam yaxshiliklarga intiluvchan bo'lib qolishligi, o'sha hatto buni ko'p narsalardan ta'sirlanadigan, oyat Qur'on o'qiydigan bo'lsa ta'sirlanadigan, hattoki qabrga o'lik ko'rsa yoki qabristonga ketsa yoki bironta bir musibatlangan odamni ham ko'rsa darrov ta'sirlanib, o'shanda Allohga hamd aytadigan, shunaqa bir holatda bo'lib qoladi. Qalbi o'lgan odam bo'ladigan bo'lsa, bu odam gunohlarni gunoh deb bilmaydigan, hattoki borib aytganimizdek, gunohlar bilan faxrlanadigan, ko'zga yaxshi ko'rinadigan darajada bo'lib qoladi. Inson umuman aytadigan bo'lsak, demak Alloh taolodan yuz o'giradigan bo'lsa, gunohlarga berilib ketadigan bo'lsa, u insonni haqiqiy hayoti zoyi bo'lgan bo'ladi. Endi shunda inson aytib qoladiki, qiyomatga borganda ya laytani qaddamtu li hayati. Ey koshkiydi, men shu hayotimda oxiratim uchun biron narsani taqdim qilganim deydi deb inson afsus-nadomat qilib attang qilib qoladi. Lekin bu insonga bu hayotida ko'p imkoniyatlar berilgan bo'ladi. Bu imkoniyatlardan hech qanaqangi foydalanmaydi. Aytadiki, o'lar paytida shu dunyoga qaytarsangizlar, Robbim, men yaxshi amallarni qilgan bo'lar edim deb Allohga aytadi. Lekin Alloh taolo aytadiki, agar ularga hayotida qaytarib beriladigan bo'lsa, o'sha bilgan narsasini qilishadi. Ya'ni o'sha o'tgan holatga yana qaytishaveradi. Chunki bular tuzaladigan odam emas. Tuzaladigan odam bitta imkoniyat berilganda tuzalishligi mumkin bo'ladi. Lekin bularga har qancha biz imkoniyatni bergan taqdirimizda ham bular o'zi aslida tuzalishlik niyati bo'lmagan odamlar deb aytadi. Bundan tashqari gunohlar yana gunoh tug'adi. Gunohlar yana gunoh tug'adi. Gunohning uqubati xuddi shunga o'xshagan
ya'ni gunohlarni kelishligi bo'ladi. Shuni bir misolda ham bir aytib o'tardik. Bir odam farzandi bilan ketayotgan paytida loy ko'chadan o'tib qoladi. Unda juda bir odamni ko'rib qoladiki, o'sha yerda juda o'ziga ehtiyot bo'lib, oyog'i loyga tushib ketmasin deb, oyog'ini demak o'sha iloji boricha quruqroq, soyozroq bo'lgan joylarga qo'yib yurayotgan bo'ladi-da, keyin birdan oyog'i toyilib, o'sha loy ichiga tushib ketib qoladi endi. Ko'chadagi loyga bo'lgan, kiyimlari ham yo'q, loy bo'lib ketib qoladi. Shundan keyin bo'lgani bo'ldi deb turib, loyning ichida tapillatib yurib ketaveradi endi. Ya'ni bo'ldi endi, bu endi ham ehtiyot qiladigan narsam qolmadi degandek. Gunohlar ham inson shunda haligi odam o'g'liga, farzandiga nasihat qilib aytadi. Ko'rdingmi deydi. Inson to gunohlarga aralashib olgunigacha mana shunaqa bo'ladi. O'zini ehtiyot qiladi, lekin gunohga tushgandan keyin bo'lganicha bo'ldi deb turib, yog'iga e'tibor qilmasdan ketaveradi. Odamlarda ham hozir mana shunaqa narsani kuzatishlik mumkin. Bir botib qolgan bo'lsa, endi bu oxiratimiz kuydi deb ochiq ham aytadi. Biz ko'p gunoh ishlarni qilganmiz, endi biz nima bo'lardik deydi. Boshqa bo'ladi, xullas kalom. O'sha gunohlarning orqasidan gunohlarga berilib ketaveradi. Lekin yaxshilik bo'lgan narsa albatta insonga yaxshilikni keltirib chiqaradi. Hop, yaxshilik qilib yurgan odam yaxshiligini qila olmay qolsa, yuragi siqiladi. Yaxshilik qilayotgan odam bir qilmay qolsa, bir kimdir qanaqadir bir ehson qilayotgan bo'lsa, shu narsani qilmay qolsa, qanaqadir bir ibodat qilayotgan bo'lsa, shu narsani vaqtida qilmay qoladigan bo'lsa, bezovta bo'ladi. Shu narsani qilmaganligiga afsusdamat qiladi. Hop. O'zidan o'tdi, u odam o'zini bir qiyin holatda nima qiladi? O'zini qiyin holatda his qiladi. Xuddi shuningdek gunohkor bo'lgan odamda ham qalbi shunaqa bo'lib qoladi. Gunoh ishni qilmaydigan bo'lsa, bezovta bo'lib o'zini qo'yarga joy topa olmaydigan holat keltirib qo'yadi. Bu esa u odam uchun musibat bo'ladi. Masalan, gunoh qilayotgan odamlar lazzat uchun gunoh qiladimi? Aksar unaqa emas. O'sha narsadan qutulishlik uchun qiladi. Qiyinchiligidan qutulishlik uchun yana gunoh qiladi. Masalan, aroq chekkan odamlarda yoki nasha chekayotgan yoki zino qilayotgan boshqa odamlar o'sha gunohlarini, alamini yoki bo'lmasa o'sha qiyinchiligini yoki bo'lmasa shunga narsasini bosishlik uchun qiladi ko'proq. Alloh taolo gunohlarga uncha lazzat bermagan. Boshda qiladigan bo'lsa, masalan, odam aroq ichadigan bo'lsa, boshda lazzat bilan maza qilib ichgan bo'lsa, keyin o'sha xumorisini yo'qotishlik uchun ichadi. Boshqa gunohlarda ham shunaqa insonda. Alloh taolo gunohga bergan narsasi davomiy bo'lmaydi. Bir muddat o'tadi, undan keyin uni balosi qattiqroq bo'ladi. O'sha balosini bosishlik uchun yana o'sha gunohga qo'l uradigan bo'lib qoladi. Aytadiki, demak, banda Alloh taologa ibodat qilib, o'sha ibodatlarni yaxshi ko'rib, davom etaveradi, hattoki Alloh subhanahu va taolo unga farishtani ham yuboradi. Bu farishtalar insonni o'sha qilayotgan ishlarida qo'llab-quvvatlaydi. O'shanga insonni intiltiradi, o'shanda qilishligida insonga yordam beradi. Gunohga berilib ketgan odamlarga Alloh taolo esa botib qoladigan bo'lsa, o'sha gunohni afzal ko'rib qoladigan bo'lsa, unga shaytonlarni yuboradi. O'sha shaytonlar u insonni yana ham gunohga botishligiga sabab bo'lishadi deydi. Yana gunohlarning insonga bo'lgan yomon oqibatlaridan insonlardagi yaxshilikni iroda qilishlik quvvatini zaiflashtirib qo'yadi. Ya'ni insonlar birdaniga sifat, yo'qsa yaxshilikka intilmaydigan, yaxshilikni xohlamaydigan, boshqa bo'lib qoladi. Masalan, o'zimiz oramizda ham ko'pchiligimizda his narsamiz mana shu narsa bo'ladi. O'zi ovora bo'lib, hech birov bu narsaga harakat qilgisi ham kelmay qoladi. Bu o'sha inson gunohlarning oqibatida bo'ladi ko'proq narsa. Endi ehtimol zino qilmayotgandir, boshqa qilmayotgandir, undan tashqari minglab gunohlar bor inson qilishligi mumkin bo'lgan. O'sha gunohlarning oqibatida insonlarda hattoki yaxshilikka bo'lgan intilish ham insonni borib yo'qolib qolar ekan. Insonning qalbini o'sha yaxshilikni xohlashligidan zaiflashtiradi. Gunohlarda esa xohlashligini insonda kuchaytiradi. Hop, sekin-sekin tavba degan narsa bularda zaiflashib qoladi. Ya'ni tavba degani albatta katta gunohlarni qilsa emas, balki yaxshilikni qilmay qo'ysa ham inson bundan tavba qilish kerak. Chunki insonga gunoh ishni qilmaslik buyurilgandek, yaxshi ishlarni qilishlik ham buyurilgan. Yaxshi ishlarni qilmasa ham inson tavba qilish kerak undan. O'sha tavba bo'lgan narsani hatto inson
tavba qilishligini xohlashligi ham insonni zaiflashib qoladi. Xuddi go'yoki inson hech qanaqangi bir yomon ish qilmayotgandek. Inson katta gunoh ish qilmayapti. Bu narsa bilan inson cheklanib qoladi. U yaxshilikni qilmayotganligidan bexabar bo'lib qoladi. Borib aytadiki, inson hattoki yarmi o'ladigan holatga borib qolsa ham Allohga tavba qilmaydi. Tavba qiladigan bo'lsa ham shunaqa tili bilan xuddi aroq xurdi tavbasidaqa shunchaki tavba qiladi, yana qaytadan o'sha ishini qilaveradigan holatga tushib qoladi. Qalbida esa o'sha ishini yana qayta qilishlik maqsadi bo'lib turgan holatda o'sha ishidan tavba qiladi. Lekin bu tavbasi insonni hisobga ko'pincha o'tmaydi. Inson tavba qilishligi uchun o'sha gunohlardan tiyilishligi, yaxshi amallarni qilmayotgan bo'lsa, shularni qilishligi bilan bo'ladi. Aks holda bu insonning tavbasi yolg'on tavbaga o'xshab qoladi. Ba'zida esa insonning bu gunohlarga berilishligi, o'sha gunohlarni yomonligini inson unutib qo'yadi. Gunoh bo'lgan narsani shuning uchun odamlarga hatto la'nat aytilgan ishlarni bo'lsa ham qiladigan bo'lsa, o'sha ishlarni ham hech qanaqangi inson ikkilanmasdan qiladigan, hattoki birov shu narsa bo'lmaydi, la'nat aytganida hech hamda bu bo'lmaydi, bo'laveradi, u narsa qilsa hech qanaqangi bu narsaga la'nat yo'q deb tanashadigan darajaga ham boradi. Yoki bo'lmasa o'sha harom ishni qilayotgan bo'lsa, bu harom qilgan desa, hattoki o'sha haromlik qilinganligini avval bilib turgan bo'lsa ham, lekin bu narsa harom emas deb bemalol o'sha harom emasligi to'g'risida o'zini gapini ma'qullab kurashadigan bo'lib qoladi. Bu odamlarning qalbida o'sha gunoh bo'lgan narsani yomonligi yo'qolib qolgan. Gunohda o'zini yomonligi bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yaxshilik insonning qalbi xotirjam bo'ladigan narsa degan. Nafsi orom olib, qalbi xotirjam bo'ladigan narsa. Gunoh ish esa insonning qalbida xotirjamligini, ya'ni barqaror bo'lmaydigan, qaror topmaydigan, insonning nafsi xotirjam bo'lmaydigan narsa bo'ladi degan. Ya'ni gunoh insonning qalbida xotirjamligini his qildirmaslik kerak. Lekin bu bo'lgan odamlarda hatto gunohning yomonligi yo'qolib, bu odatga aylanib qoladi, hattoki odamlarning ko'ziga ham qilaveradigan bo'ladi. Garchi odamlar ko'rmagan bo'lsa, ularga bemalol o'sha gunoh ishni qilganligini hech tortinmasdan aytaveradigan darajada ham bo'lib qoladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu to'g'risida aytganlarki, ummatimning hammasi ham inshaalloh kechiriladi. Tavba qilsa Alloh taolo kechiradi. Gunoh ishlar bo'ladigan bo'lsa, lekin gunoh ishlarni oshkor qiladigan kimsalar bundan mustasno dedi. Gunohlarni oshkor qiladigan, odamlarning ko'ziga gunohlarning ekanligini mensimasdan qiladigan bo'lsa, bu kimsalarning gunohlari kechirilmaydi deb aytdi. Ya'ni shu narsani oshkor qilishlikdan bo'ladiki, Alloh taolo bir bandaga gunoh ish qilganligini satr qilgan. U o'zi bir tomonda hech kim ko'rmagan, bilmagan holatda bir gunohni qilgan. Alloh taolo unga satr qildi. Ya'ni bekitib qo'yib turib, uni boshqalarga oshkor qilmadi. Lekin u odam o'zi ertaman tong ottiradida, o'zini o'zi sharmanda qiladi. Aytadiki, "Palonchi, men kecha palondaqa ishlarni qildim, gunoh ishlarni qildim" deb o'sha yerda maqtanib aytishni boshlaydi. Bu bilan u inson o'zini o'sha Alloh taolo bekitgan pardasini buzadi. Alloh taolo o'sha narsani bekitgan edi. Mana shu ham inson o'sha gunohni oshkor qiladigan odamlardan bo'ladi. Garchi odamlarning ko'z o'ngida qilmasa ham, lekin odamlarga o'sha narsani maqtanib aytadigan bo'lsa, oshkor qilgan odamlarni sirasiga kiradida, bunday bo'lgan odamlarni Alloh taolo gunohlarini kechirmaydi degan. Bular ya'ni o'sha gunohlariga yarasha jazoga tortiladigan odamlar bo'ladi. Gunohlar esa hamma gunohlar qaysi bir qavmlardadir ko'proq qilingan. Mana bachchavozlik Lut alayhissalomning qavmida bo'lgan, kibr, mutakabbirlik Hud alayhissalomning qavmida bo'ladi, Ot qabilasida. Yana bu sudxo'rlik bo'lsa, shu o'xshagan narsalar mana yahudlarda bo'lganligi bor. Xullas kalom, o'sha gunohlar avvalda ummatlarda qilingan, o'sha katta gunohlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha ummatlarni halok bo'lishligi ham yoki bo'lmasa ularni Allohdan uzoq bo'lishligiga, Allohning la'natiga duchor bo'lishligi shunaqa narsalarga sabab bo'lgan endi. Demak, bu inson bu narsalardan ibrat olish kerak. O'sha gunohlarga aralashib yurishligi insonni ko'p yaxshiliklardan mahrum qilib qo'yadi. O'sha odamlarning oqibati bo'lgan narsaga insonlarni eltib qo'yishligi ham mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida aytdilar: "Men qiyomatdan oldin qilich bilan yuborildim." Ya'ni mushrik bo'lgan odamlarga, kofir bo'lgan odamlarga qilich bilan yuborildim. Ya'ni ularga qarshi jihad qilganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam.
Allohga chaqirganlar, itoat qilganlari, bo'ysunganlari bo'ysungan, bo'ysunmaganlarini ular bilan kurashganlar endi. Hattoki bu narsa Alloh taolo yolg'iz ibodat qilinishligi uchun men shunday yuborildim. Meni rizqim nayzam ostida qilindi. Meni rizqim, ya'ni meni ummatim o'sha paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'sha jihoddan tushadigan o'lja hisobiga yashaydi deb aytganlar. Haqiqatan juda katta musulmonlarga boylik ham keladi bu orqasidan. Sababi nimaga? Sababi o'sha musulmonlar bilan dushmanlarning, kofirlarning o'rtasida bo'lgan urushlarda musulmonlar ularni ixtiyorli qilar edi, musulmon bo'lishligi o'rtasida, yoki bo'lmasa bularda o'sha shariat hukmiga umumiy suratda bo'ysunib o'sha o'zlarining dinida qolishlik to'g'risida, yoki bo'lmasa agar bundan ham bosh tortadigan bo'lsa, ularga qarshi kurashib ularni ortidagi bo'lgan odamlarga o'tib ketishligi uchun shunaqa ixtiyorni qo'yishardi. Qaysi birlari qabul qilgan bo'lsa musulmon bo'lardi, qabul qilmaganlari sulh qilardi musulmonlar bilan. Ikkalasiga ham rozi bo'lmaganlarga qarshi jang qilardi. O'shanda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, demak, meni rizqim o'sha nayzami soyasini ostida qilindi. Nayzam orqali, ya'ni urushib rizqimni topaman degan ma'no ekan. Hamda kim meni ishimga muxolif bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamlarga nisbatan xorlik, oqsorlik, mana shunaqa narsalar qilindi. Meni ishimga muxolif bo'lgan odamlarga. Kim bir qavmlarga o'zini o'xshatadigan bo'lsa, u ularni sirasidan bo'ladi degan. Kim o'zini qaysi bir qavmga o'xshatadigan bo'lsa, o'sha odamlarning jumlasidan bo'ladi deb aytganlar ekan. Aytiladiki, gunohkor bo'lgan odam agar Alloh taoloni nazdida e'tibori bo'lgan deydi, bu odamni Alloh taolo u gunohlardan saqlagan bo'lar edi. Masalan, Yusuf alayhissalom. Yusuf alayhissalomni Alloh taolo saqlaydi. Bu eng qiyin bo'lgan holatda saqlaydi. Yusuf alayhissalomni Zulayho zinoga chaqiradi. Hamma sharoitlari bo'lgan holatda Alloh taolo bu kishini gunohdan saqlaydi. Shunaqa qilib, demak, insonni Alloh taolo agar Allohning nazdida e'tibori bo'ladigan bo'lsa, ko'p gunohlardan insonni saqlab qo'yadi. Yo insonni qalbini burishlik bilan, yo uyqu berishlik bilan, yo boshqa ko'p narsalarni qilishlik bilan insonni gunohdan saqlab qo'yadi. Shuning uchun Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan ekanlar, gunohkor bo'lgan odamlar Alloh taologa arzimas bo'lishdi, shuning uchun gunoh qilishdi. Agar Allohning nazdida e'tiborli bo'lganda edi, Alloh taolo ularni saqlagan bo'lar edi, saqlab qo'ygan bo'lardi deb aytgan ekanlar. Endi Alloh taoloning nazdida kim e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, arzimas bo'ladigan bo'lsa, uni hech kim mukarram qila olmaydi, hurmat qilolmaydi. Alloh taolo aytadiki: "Va man yuhillahu fama lahu min mukrim." Alloh taolo qaysi bir bandani xorlagan bo'lsa, uni ikrom qiluvchi, hurmat qiluvchi bo'lmagan odam bo'lmaydi degan. Garchi bu yerda odamlar tashqi ko'rinishda odamni hurmatlab boshqa balandga ko'taradigan bo'lsa ham, o'zlarining hojati tushayotganligi uchun yoki undan qo'rqib turganligi uchun, aslida bu odam ularning qalblarida juda bir arzimagan odamni his qiladi, odamni suratda bo'ladi endi. Ular uni agar qo'yib beradigan bo'lsa, unga arzimaydi. Shuning uchun boshqa jinday musibat tushirgan bo'lsa, hammasi tashlab qochadi u odamni. Lekin garchi odamlar o'sha hojati tushganligi, qo'rqqanligi uchun u odamni ulug'lab turgan bo'lsa ham endi. Yana bu yerda Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan u kishining aytgan gaplari bor. Mo'min odam o'zini gunohlarini xuddi bir tog'ni ostida turgandek his qiladi. Tog' tushib ketadigan bo'lsa, o'zini halok bo'lib ketaman degan inson, hattoki kichkina gunohi bo'ladigan bo'lsa ham o'shandan xotirjam bo'lmaydi, darrov Allohga tavba qiladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonlarning ichida hamma inson gunoh qiladi. Ya'ni gunohdan xoli bo'lgan odam o'zi yo'q, lekin gunohkorlarning eng yaxshilari tez tavba qiluvchilar degan. Ko'p tavba qiluvchilar bo'ladi degan. Ya'ni inson o'sha gunohni qilib qo'yadigan bo'lsa ham o'zini xotirjamligini yo'qotadi. Hatto tog'ni ostida turgandek his qiladi, o'sha tog' ustiga qulab ketishidan qo'rqqanday bo'ladi. Fojir gunohkor, shunaqa gunohlarga botib qolgan odam bo'ladigan bo'lsa, gunohini xuddi pashshadek ko'radi. Ya'ni hech narsa emas degandek ko'radi-da, bu xuddi burniga qo'nayotgan pashsha kabi ko'radiki, qo'lni bunday qilsa, pashsha uchib ketadi. Shunaqa arzimagan darajada ko'radi deb aytganlar. Bu demak, inson o'sha mabodo gunohda qilib qo'yadigan bo'lsa, demak, xotirjamligini his qilmaslik kerak. Alloh taologa tavba qilish kerak, chunki inson gunohning ustida o'lishligi bu
yomon xotimaga kiradi. Gunohni ustida o'lishligi yomon xotimaga kiradi. Oqibati ancha xarob bo'lganligiga kiradi. Lekin yaxshi amallarni qilib o'tgan odam bo'lsa, qaysi bir yaxshi amalni ko'proq yaxshi ko'rgan bo'lsa, Alloh taolo insonni ko'pincha o'sha holatida jonini oladi. Ba'zi odamlar roza tutishni yaxshi ko'radi, roza tutganda o'sha kunda Alloh taolo ularni jonini oladi. Ba'zilar namozni yaxshi ko'radi. O'sha sajdada yoki tahorat qilayotgan paytida inson ketadi yoki namoz o'qib turgan paytda ketadi. Ba'zilar o'sha jihodni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'shanda shahid bo'lib o'ladi. Shunaqa qilib inson nima narsada ko'proq berilib o'sha narsani qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni jonini o'sha narsada oladi. Bu insonni oqibatini yaxshiligiga dalolat qiladi endi. Beparvo bo'lgan odamlarni qaysi vodiyda o'lishiga Alloh taolo e'tibor qilmaydi. Shuning uchun ba'zi jon taslim qilayotgan odamlarni holatlarini ba'zi olimlar kuzatib o'shanda aytgan, hatto o'sha ribo bilan umr bo'yi shug'ullanib yurgan odamlarda jon taslim qilayotganligini ko'rganman. Hattoki odamga la ilaha illalloh deb ayting deb oxiri aytadigan bo'lsa ham o'sha prosentini aytardi. Falonchaga pistoncha berasiz, pistonchaga pistoncha berasiz degan gapni aytardi dedi. Ba'zilarda mashhur bo'lgan bir necha qismlarda aytilgan, hatto o'shunga ustiga guvoh bo'lib turgan odam ham aytib bergan, odamlar yoshlar demak mashinada avariya bo'lishgan, qattiq avariya bo'lgan. Mashinadan chiqib o'zlari shachilib ketgan. Borib shu jon taslim qilayotgan paytida ekan, borib turib la ilaha illalloh degin deb aytganida o'sha mashinadan ovozi kelayotgan ashulani aytishdan boshqa narsani aytmadi. Ya'ni ashulla aytib o'ldi. Shu la ilaha illalloh ayta olmadi deb keladi. Narigisiga borsam u ham shunaqa o'sha nima bilan o'sha aytayotgan muzikasini aytishlik bilan bu ham jonni taslim qildi, lekin la ilaha illalloh deya olmadi deb keladi. Alloh taolo insonning qalbiga bu narsalarni solmaydi, insonning oqibati shu holatda ketadi. Shuning uchun gunohda insonga yomon oqibat bor. Xosatan bunday muhitlarda gunoh to'g'risida gapirishlik o'zi ko'proq kerak. Sababi inson arzimagan narsa bilan gunohlarga kirib ketib qoladi. Boshqa insonni to'sib turadigan narsa yo'q. O'zimizda har qanday odamlar bor yoki jumalarda gapiriladi yoki boshqa narsada gapiriladi. Odam har qanday salbi o'zini tutib turadi. Bu yerlarda odamlar yo'q, aksincha gunohlarga eshik katta ochilgan, odam xohlagan gunohni qilishligi mumkin, hech kim e'tiroz bildirmaydi. Hattoki oldida turgan odam bo'lsa ham nima uchun namoz o'qimayapsan deyilmaydi va boshqa deyilmaydi odamlarga. Yoki bir ijobsiz boshqa yuradigan bo'lsa, nima uchun kiymayapsan, nima uchun yeshding boshqa degan narsani hatto hech kim aytmaydigan holatga kelib qoldi. Demak, hamma hisob kitobini Alloh taolo o'zi qiladi. Albatta inson gunohlardan iloji boricha tiyilish kerak. Mabodo bo'lgan taqdirda ham tez tavba qilish kerak Alloh taologa. Mana shu demak insonni qalbini tirik qolishligiga sabab bo'ladi. Qalbi tirik qolsa inson o'ziga qaytadi. Qalbi o'lgan odam o'zini qanday holatda ekanligini ko'rmaydi, o'zini yaxshi holatda deb his qiladi, gunohlarni ham his qilmaydigan, gunohligini bilmaydigan holatda bo'lib qoladi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Parvardigor olam gunohlarimizni o'zing kechirgan, o'zingdan boshqa gunohni kechiradigan kimsalar yo'q. Albatta biz o'zimizga ko'p zulmlar qildik. Gunohlarni esa sen o'zinggina kechirasan xolos. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.